Do'stlar, mana bugun yangi shogird oldim. O billah shu kamida endi, shu kamida. Mashinani biqib tashlagansiz kamida. Islomjon ko'rib qolmasin. Mana yangi shogird hozir mostga yoqish to'g'ri debdi. Hozir ubolka qildiraman deb qo'ydi. Hozir mana shular polni tozalataman mana. Pistonxona barday bo'ladi. Ko'payib ketdi, mana baday qilishadi. Do'stlar, mana ko'pchilik bizga kelgan shopirlar shunaqangi o'zlarini ishlarini, uchinchi joylarini bitirib qilishadi. Bu biz uchun ham, o'zlar uchun ham juda yaxshi. Biz ishimiz bilan bo'lmasa ham bitadi, bo'lsa ham bitadi, lekin o'zlari uchun, o'zlaring uchun foydali bo'ladi. Mana shunaqangi ustaxonalarga kelganlaringda vaqtlaring bo'lsa, ustaxona ustaning shunaqangi sharoiti bo'lsa, shunaqa qilib qarashib, o'zlaring mashinalarini, uchinchi joyini O'zlarim ishlab o'zimlar pul berib ketyapmiz. aka, o'zingiz uchun-da bu foyda, aka. Jismoniy mashq qilib qo'ying.